Kecha sizlar bilan kofe tayyorlab ko'rgan bo'lsak, bu safar shokoladni tayyorlab ko'ramiz, mazasiga baho beramiz. Bu ham Koreyada rosa trendda. Agar videoga shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, sizdan ming bor, million bor uzr so'rayman. Nimaga desangiz, yaxshilab videoni ko'rsangiz, video uzilib qolgan ekan. Nima qo'yganim shunda videoda o'chib ketibdi. Nimaga unaqa bo'ldi desalaring, telefonimga joy to'lib qolgan, o'chib qolgan. Xullas nima qilishni bilmadim-da, keyin oxirida eng zo'rligini aytib tushuntirdim. Shunaqangi trend bo'lganki, hatto Amerikada ham, Londonda ham trendda bo'lgan. O'zbekistonda bo'lsa, O'zbekistonga borib tayyorlab ko'raman. Alhamdulillah. Mazasi haqiqatan bomba bor-ku. Tayyorlab ko'rish kerak. Bu videoda Koreyaga kelmoqchi bo'lgan do'stingiz jo'natib qo'ying. Tayyorlab ko'rsin.